Qani, sen nima ko'zing oshoq qizinglar degan aka? Qani, chaqir. Aka, To'xtashim, yurmasan aylantirib kelaman, faqat yig'lama seni. O'rtoqman, shundoq seni aylantirib keldi, faqat xatomi? Senga mushuk sana edi, men seni baxtli bo'lishini qo'ymayman. Nima gap ko'rsatding bo'lsa, menga aytsana aka bor. Mana shuni aytay, kulib o'tir, hot. o'zim yerimda turib kiyimlarimni akamga beryaptilar. Sen meni yig'layapsanmi? Sen yig'lamagin, men harakat qilyapman. Sana oldingda aka bor. Mana bu bo'yingda kiyib berar ekan. Senin tinchlik yo'q, nimaga eshik tomonga qarab yotibsan, ha? Sekin aka qiynalib oldi. Kecha qo'shnidan keyin kelin tushganda bolalarni ko'rib, nechtalarni zo'rini qildi. Mana yetim qizni olish oqibati shu deb meni xo'rladilar. Sana uchun nima yana haliroq kelaman. Aka Nurafshonlardagi Dagima do'ndor 2 do'kon shumi? Bizda O'zbekistondagi eksklyuziv fast food. Bu idishlarni boshqa do'konlardan topa olmaysizlar. Mashina bo'lish eng zo'r ekan. Mashina urib bering. Sizlar qimmatini ol shartmi o'rtoq? Ularning singlim yig'lamasa, singlim xursandchilik uchun bundan qimmatini olib berishga tayyorman. Doim singlim yig'lamasini harakat qilasan. Sababi nima? Mana sababi o'rtoq. O'g'lim senga siningni omonat qilib topshirdim. Uni ko'zidan yosh oqqizma. Bo'ldi, sening faqat sen boshqa yig'lama. Endi tushundim. Bolalaring ham o'zingga o'xshatdi. Endi men onamdan shunaqa tarbiya olganimdan keyin meni bolalarim qanaqa bo'lsa o'rtoq.